Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, motoblog ishqibozlari. Mana xudo xolasa uyni yangilayapmiz. Rondaga tayyorgarlik jarayoni. Endi loyga turpoqqa tomon aralashirish kerak. Bu hamma motoblogda qilyapti. Bizlar sinab ko'ryapmiz xudo xolasa. Mana maytlarga ham yoyib yuboringlar, somon olib. Xolasa ustidan suv bostiramiz. Keyin zo'r bo'ladi. Chekalari bilan haydavor Abdulaziz. Dizelimiz xizmatda, mana hozirgi filtrini mana o'rab qo'yinglar, latta bilan har holda yozgira chayni oldini oladi. Hali bu yoqda Javohir chekalarga ham yo'q. Mana bu yoqda ham bor. Bu yoqda ham bor. Qatga inson birda haydavur, birda. Chekaga ehtiyot bo'lgin. Qara zo'r bo'lar ekan-a. Chekasi bilan qilarkan, yig'ib tashlaymiz. Ko'rding, benzin bundan battar changib boradi aka. Bunga cheka haydab yerga tiqqani yaxshi-da. Jinnimizdan torta olmaydi. Chekaga yaqil. Javohir. Chekaga yo'y. Oshey. Ertaga esingdan chiqmasin. O'qyamaysan, yo'q. Abdulaziz chuqurroq botiraver, cheking seni. Bunda ana o'shalar haydavur. Gazni polni ber. Hurmatli obunachilarimiz, tez gapirgan odam adashmay ketadi. Bir sinab ko'ryapmiz, xudo xolasa sizlar ham bir ko'ringlar. Qo'lda aralashtirganda mana shu ma'qulroq. Albatta u motobloglar bo'lsa agar. Vali yana yuradi. Qaygacha qilur, chuqur botir, Abdulaziz. Chuqurroq botir. Yana bu tomonni haydaganlik qaraman. Ta'zim savol o'tsin. Ko'ringlar, tomosha qilinglar, obuna bo'ylab mazza qilinglar. Mana qolgan motobloglarim. To'rttasi o'sha. Bular ham xizmatda, xudo xolasa. Qami chop keldik. Hozir mana bu disk olib keldik. Xullas Pro'gani quvonib boshladik. Xudo xolasa, o'tlar tozalagandan keyin katta motobloglarda puluk qilamiz. Puluklarini ham ko'rsatib qo'yay. Bu yerda ikkitasi bor, narada ham 3-4 ta puluk bor. Kunga agar zuburga puluk kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Mana bu временный skladim hozir meni. Mana bu ham trendda. Mana puluk, hurmatli obunachilarimiz. Mana o'sha rossiyskiy smargonskiy puluk mana ichidagi. Mana korpusini sotib oldim xullas. Uni o'zim yasaganman. Zo'r. Ikkoviga ham gap yo'q. Mana salarkalar. Ko'ringlar, mazza qilinglar. Xizmat bo'lsa telefon qilaveringlar.